Shahvatga qanday muomala qilamiz? Shahvatni nafl ro'za tutish orqali kontrol qilish yoki ruxsat qilingan halol yo'l, ya'ni to'y qilish orqali qondirishdan boshqasi joiz emas. Biroq halol yo'l hozirlayolmagan ahvolda qanday qilish kerak? Agar kishi shahvatiga taslim bo'lib, uni harom yo'llar orqali qondirsa, u shuning bilan tugamaydi. U hamisha tashvishlanish, pushaymon qilish, gunohkorlik tuyg'usiga giribdor bo'ladi-da, uning bu xil his tuyg'ulari uni g'amkin va ruhsiz qilib qo'yadi. İmam İbn Qayyum mundaq deydi: Aql bilib qo'ysunki, shahvatga xumor bo'lganlar uningdan huzur ololmaydigan va shundaq turuqliq uni tashlayolmaydigan bir holatga kelib qoladi. Yuqorqilar bir ruhiy holat bo'lib, anonizm va boshqa nachar odatni qilg'uvchilarning hammasida yuz beradi. Undaqda qanday qilish kerak? Buning davosi Alloh taolaning muni so'zidir: "Va la taqrabuz zina innahu kana fahishatan va sa'a sabila." Zinaga yaqinlashmanglar, chunki u qabih ishdir, yomon yo'ldir. Allah Taala bu oyatda zina qilmanglar demedi. Balki uningga yaqinlashmanglar dedi. Bu yerdagi yaqin yo'lamanglar, ya'ni yaqinlashmanglar degandan maqsad zinaga elib boradiganligi har qanday narsaga, sinlarga, har xil kanallarga, suratlarga, har xil o'rinlarga, nomahramlarga shariatga muxolif shaklda yaqin yo'lamanglar deganlikdir. Bugungi kunda biz shahvoniylik bilan to'lgan dunyoda yashayapmiz. Shahvoniylik tijorati necha 10 milliard dollardan eshib, uylarimiz, elektronik uskunlarimiz va aqlli telefonlarimizga qadar besib kirdi. Oxirida mu'min kishilarning ibodatlarini buzib etdi va nurg'un kishilarni shahvatining keynidan yuradigan hayvonga aylantirib qo'ydi. Shu sababdan mu'minning ruhi sundi. Tug'ma fitrati jarohatlandi. Bu ahvol er va ayolda o'rtaq bo'lgan kasallikdir. Bu eng xatarlik urushlarning biridir. Chunki u bizning uylarimizga, bolalarimizga tuydirmasdan singib kiradi. Agar salla diqqat qilmasak, ruhimizni ham nobud qiladi. Biz uningdan qochib qutula olmaymiz. Chunki u hamma yerga tarab bo'ldi. Salla diqqat qilmasak, kulkilikkan, talantlikkan va yoki boshqa bir atalg'ular sababli tuymasdan nomahramlarning rasm videolarini ko'rib salamiz. Lekin biz ko'zning zinasi qarash, qo'lning zinasi tutish ekanligini, kunlarning birida shu a'zolarimizning bizning zinimizga guvohlik beradiganligini unutdik. Bu kasallikning chorasi to'y qilishmi? Afsus, ming afsus. U mu butunlay chorasi emas. O'xshash masalaga to'y qilganlarmi duchor bo'lgan bo'lib, shu kasallik sababidan qanchilgan nikohlar buzildi. Bu kasallikdan qutulishning birdan-bir chorasi taqvodorlik. Allohdan qo'rqishdan iborat mustahkam qalqon bilan mudofialanish bilan birlikda shahvoniylikdan yiroq turishga keskin va qat'iy qaror chiqarishdir. Oxirida shahvoniylikdan iborat marazga giribdor bo'lg'ichga deydiganimiz, uningdan qo'l uzishga qat'iy irodaga keling. Elektronik uskunlaringizni faqat mehmonxona yoki oiladagilarning yonida iching. Xilvatda yolg'iz qolmang. Chunki yolg'iz qolgan vaqtingizda shayton sizga hamroh bo'ladi. Shahvoniy ko'rinishlarni ko'rish, anonizm qilish yoki nomahramlar orasida shariatga uyg'un bo'lmagan har qanday aloqada bo'lishdan yiroq turing. Esingizda bo'lsinki, odam ega bo'lgan eng qimmatli narsa uning qalbidir. Yuqorqi cheklangan ishlar odamning qalbini nobud qilib o'tadi. Mehribon Alloh hammamizni shaytonning har xil ozdirishlaridan saqlasin. Dargohiga
iymon islom bilan yuzimiz yo'ruq barg'ili nisib qilsin. Oxiratda iffetlik solihlar bilan birga qilsin. Amin.